Ana shu zarbalar Shavkat Rahmanovni nojiron qildi va unvonidan mahrum etdi. Uni Islom Maxachevdan osonlik bilan olardi. Jang oldidan qozoq jangchisi Gerini teng raqib deb hisoblamadi va vazn o'lchashda u bilan deyarli janjallashdi. Ammo bularning barchasi irlandiyalikni kuldirdi. Chunki u jangni qizdirish emas, g'alaba qozonish uchun chiqqandi. Ian Geri darhol sevimli qurolini tizzaga tepishni ishlatishni boshladi. Har bir tepki Shavkatning bo'g'imiga tobora ko'proq zarar yetkazardi. Buni tushunib qozoq oldinga tashlandi, raqibini nokaut qilishga urinib. Biroq irlandiyalik oson o'lja emas edi va har bir holatda Rahmonovdan kam emas edi. Jang oxirida batir hujumga o'tdi. Shavkat raqibini yerga yiqitdi va kuchli zarbalar to'fonini boshladi. Ammo oxirida u o'zi xavf ostida qoldi. Lekin taslim bo'lmadi va raqibidan mag'lubiyat jadvalida yaxshi nolni oldi.